yutuqlar bilan tanishdi. Hozir ana shu lavhani tomosha qilamiz. Marhamat. Fleyta, gaboy, klarnet va saksofon. Bu yerda tahsil oladigan o'quvchilar ushbu cholg'ularda kuy ijro etishni juda yaxshi uddalashadi. Saf musiqalari harbiy jangovar ruhni oshirishga xizmat qiladigan kuylar yoshlar ijrosida o'zgacha jarang sochadi. Boshqacha aytganda, akademik litsey o'quvchilari bo'lajak harbiy orkestr ansambli ijrochilaridir. O'quvchilar orkestr, damli va zarbli cholg'ular, estrada yo'nalishlarida tahsil olishadi. Qurolli kuchlar tarkibidagi harbiy orkestr ansambllari, shuningdek, boshqa badiiy jamoalar uchun tayyor kadr bo'lib yetishib chiqadilar. Har bir yoshlarimizni aqliy salohiyatini rivojlantirish bilan birgalikda harbiy vatanparvarlik, vatanga sadoqat ruhida kamol topishlariga zamin yaratilgan. Shu jumladan hozirgi kunda o'quvchilarimizga alohida harbiy vatanparvarlik, milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida kamol toptirishda alohida ishlar amalga oshirilyapti. Ma'naviy ma'rifiy ishlar, sport, san'at sohasidagi ishlar hamda albatta o'quv jarayonini yuksak darajada shakllantirib kelgusida har bir yoshlarimizni vatanimizga hissa qo'sha oladigan, vatanimizni azamat farzandlari qilib voyaga yetkazirish asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Akademik litsey o'quvchilari tahsil olish barobarida turli tanlovlar va sport musobaqalarida ham g'oliblikni qo'lga kiritib kelmoqdalar. Har bir yutuq ushbu ta'lim dargohi uchun faxr va iftixordir. Litseyimizda harbiy va musiqa yo'nalishidan tashqari sportning Usmonov Kamva Systems yo'nalishi bilan deyarli 8 yildan beri shug'ullanib kelaman. Shu vaqt ichida 3 karra jahon chempioni, 2 karra Osiyo chempioni va 7 karra O'zbekiston chempioni bo'ldim. Bizning harbiy musiqa akademik litseyimizda o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanib kelmoqdamiz. Kelajakda o'qituvchilarimiz tomonidan bizlarga berilayotgan ta'limni oqlash uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Bu yerda o'quvchilar nafaqat musiqaga, balki ona vatanga muhabbat ruhida ham tarbiya topadilar. Yigit-qizlarning egnilarida yarashib turgan harbiy liboslari o'ziga xos. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy musiqa akademik litsey o'quvchilari uchun maxsus tikilgan. Xulosa qilib aytganda, ushbu akademik litsey yosh iqtidorlar va bo'lajak vatan himoyachilari ta'lim-tarbiya oladigan maskan bo'lib, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularda vatanparvarlik ruhini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.